Assalomu alaykum. Essential Grammar in Use Qizil morfiy darslari davom etadi. Bugungi darsimiz 50-unit o'zlashtirma gap. Ya'ni she said that, he told me that degan, demak, grammatikani o'rganar ekanmiz. Ya'ni o'zlashtirma gap. Reported speech mavzusini o'tar ekanmiz. Xo'p. Last week you went to a party. A lot of your friends were there. Here are some things they said to you. O'tgan hafta siz bazmga borgan edingiz. Ko'plab do'stlaringiz o'sha yerda edi. Va quyida bir qancha, demak, narsalar turibdi, ya'ni narsalar borki, o'sha do'stlaringiz sizga aytgan demoqchi. Tushunarli? Demak, o'tgan hafta nimaga borgansiz? Partiga. Ko'plab do'stlaringiz partida edi va do'stlaringiz sizga quyidagi gaplarni aytdi. Xo'p. Today bu pastdagi gaplar. Xo'p. Endi misol uchun Clara degan do'stingiz. I'm enjoying my new job. My father isn't well. Xo'p, men yangi ishimda maza qilyapman. Meni otam yaxshi emas. Bu endi Clarani aytgan gaplari ekan bu do'stingizni. Xo'p, endi today you meet Paul. Bugun siz Paul uchratdingiz. You'll tell him about the party. Siz unga bazm haqida gapirib berasiz. You tell Paul what your friend said. Siz Paulga, ya'ni bu pastdagi hammasi do'stlaringiz, misol uchun bir 5 ta 6 tacha do'stingiz bor, shular sizga gapirgan. O'sha gapirgan gaplarini siz Paulga gapirib bermoqchisiz. Tushunarli? Paul degan o'rtog'ingizga yoki tanishingizga gapirib bermoqchisiz. Misol uchun bu gapda Clara said that she was enjoying her new job. Clara aytdiki, u yangi ishida maza qilyapti. Endi bu yerda ko'ryapmiz, reported speech bo'lyapti, ya'ni o'zlashtirma, demak, gap bo'lyapti. Xo'p. Endi qoida ketadi. O'zlashtirma gap nima? O'zlashtirma gap kimnidir gapini, aytaylik, o'rtog'ingizmi, biror bir odamnimi gapini boshqa bir odamga, demak, gapirib berish. Demak, hisoblanadi. Tushunarli? Biror bir odamning gapini, o'sha narsani, demak, o'zingizga o'zlashtirasiz va qolgan boshqa bir ikkinchi yoki uchinchi suhbatdoshga gapirib berishingiz, demak, o'zlashtirib unga aytib beradigan gap bo'ladi. Tushunarli? Oddiy, sodda qilib tushuntirganda. Endi ingliz tilida ham shu narsa bor. Ya'ni uni biz reported speech deymiz. Quyidagi gaplar bo'lsa, misol uchun, I'm enjoying my new job. My father isn't well. Bular hammasi direct speech bo'ladi. Ya'ni hech qanaqa, demak, o'zlashtirilib boshqa qilinmagan oddiy, demak, odatiy nutqdagi speech, ya'ni gaplar bo'ladi. E'tibor beryapsiz, birinchi gapimiz present continuousda tuzilgan gap. Hozirgi davomiy zamon. Ikkinchisi bo'lsa present simple failure to be bilan tuzilgan gap, negative. Endi o'zlashtirma gapda bo'lsa, biz o'sha odamni, ya'ni gapirgan odamning ismini aytamiz. Misol uchun Clara yoki she deymiz. Clara said that deymiz. Ya'ni Clara aytdiki, said that degani aytdiki. O'tgan zamonda saydi, o'tgan zamon shakli said deymiz, sababi Clara o'tmishda aytgan. To'g'rimi? Clara said that she was enjoying her new job. U yangi kasbida maza qilyapti ekan yoki yangi kasbida maza qilib ishlayapti ekan degan ma'noda e'tibor beramiz. Clara I am dedi. Endi biz Clarani uni demoqchimiz, she deymiz. She degan almashtirib olamiz va birinchi gapimiz, ya'ni direct speechimiz present continuous edi. E'tibor beramiz bu formulaga. Bu formulada bitta zamon orqaga tashlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni hozirgi zamonni o'tgan zamonga o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni emisda biz nimaga o'zgartiramiz? Wasga o'zgartiramiz. Bu yerda ham she was enjoying her new job. Gapimiz endi o'zlashtirma gap bo'ldi. Direct speechda biz o'zlashtirma, demak, speechga o'zgartirdik. Clara yangi ishida maza qilayotganini, ya'ni maza qilib ishlayotganini aytdi deymiz. Xo'p, xulosa shuki, direct, demak, speechdan reported speechga o'tayotgan paytimizda zamonni, hozirgi zamon bo'lsa o'tgan zamonga, hozirgi davomiy zamon bo'lsa o'tgan davomiy zamonga o'zgartirib, demak, aytishimiz kerak bo'lar ekan. Bu yerda ham hozirgi zamonni o'tgan davomiy zamonga o'zgartirib aytdi. Ikkinchi gapimiz bo'lsa, my father isn't well. Meni dadam
demak yaxshi his qilmayapti yoki yaxshi emas, ya'ni kasal degan ma'noda. Fe'li yo'q, to be bilan gapirilgan gap. Endi uning otasi yaxshi emas ekan deb aytishimiz kerak. U aytdiki deymiz albatta. She said that her father wasn't well. Uni otasi yaxshi emas ekan. Uning otasi, ya'ni may deyapti. Biz uning deymiz, sababi unga nisbatan aytyapmiz, to'g'rimi? Uni ta'riflab beryapmiz boshqa bir suhbatdoshga, ya'ni Klaraning otasi. She said that her father wasn't well. Bu yerda ham simple presentda fe'li yo'q gapti. Biz fe'li yo'q o'tgan zamonga, ya'ni was yoki were ga o'zgartirdik. Biz bu yerda is degan uchun biz demak bu yerda was deb turib not qo'shib gapirdik. Shu ikkala gap endi reported bo'lib speech ga o'zgarib keldi. Endi ikkinchi o'rtog'i aytayapti, Sarah ekan uning ismi. Sarah aytayaptiki, we are going to buy a new house. Sarah bilan Ben degan o'rtog'i biz uy sotib olmoqchimiz deyapti. We are going to buy a new house. Bu going to kelasi zamon uchun ishlatiladi. Biz bilardik. Xuddi shu gapni biz Paulga aytmoqchimiz. Endi Sarah bilan Ben yangi uy sotmoqchi ekan deb aytdi degan gapni qanday o'zgartiramiz? Biz demak to be ni, ya'ni are ni were ga o'zgartiramiz. Ya'ni Sarah and Ben said that Sarah bilan Ben aytdiki they were going to buy a new house. They are going to buy a house. New degan so'zni qo'shib qo'yapman, nimaga edi? Ular uy sotib olmoqchiligini aytdi. Sarah bilan Ben yangi uy sotib olmoqchiligini aytdi. Ya'ni ko'ryapmiz, bu yerda ham reported speech bo'lyapti. Nimaga biz we demayapmiz? Sababi biz ularni aytmoqchimiz. Ya'ni biz ularni they deb aytyapmiz. To'g'ri versiyasi shu bo'ladi. Va demak are the were ga o'zgartiramiz. Keyingisi bo'lsa Peter degan o'rtog'i I have to leave early. Men erta ketishim kerak deyapti. Ya'ni partiga nisbatan. I have to leave early. My sister has gone to Australia. Meni opam demak Avstraliyaga ketdi. I have to leave early. My sister has gone Australia degan gaplarni Peter aytish. Endi shu gapni siz o'zlashtirib turib Paulga aytib bermoqchisiz. Endi birinchi gap nimada tuzilgan? Have to bilan tuzilgan, ya'ni kerak degan modal bilan tuzilgan. Ikkinchi gap bo'lsa present perfect, hozirgi tugallangan zamon bilan tuzilgan. Xo'p, modalda endi have yoki has ikkalasini had ga o'zgartiramiz. Ikkinchi gapimiz, demak bu yerdagi gapimiz xuddi past perfect ga o'xshab qoldi. Demak o'tgan tugallangan zamonga, bu esa o'tgan zamondagi had to ga o'xshab qoldi. Tushunarli? Peter said that he had to leave early. Peter said that he had to leave early. Peter aytdiki, u erta ketishi kerakligini. Peter aytdiki, u erta ketishi kerakligini. Ko'ryapmiz, bu yerda have to had to ga o'zgardi. Bitta zamon orqaga tushdi. Ikkinchisi bo'lsa he said that his sister had gone to Australia. He said that his sister had gone to Australia. U aytdiki, opasi Avstraliyaga ketganligini aytdi. U kim? Peter. Tushunarli? Peterga nisbatan aytyapmiz. Kate degan qiz aytyapti, I can't find a new job. I can't find a job. I can't find a job. Men yangi ish topa olmayapman yoki topa olmadim degan ma'noda. Endi can'ni biz qanday o'zgartiramiz? Can'da o'tgan zamon shakli could edi. Keyin couldga o'zgaradi. Kate said that, ya'ni Kate aytdiki yoki she said that desa ham bo'laradi. Kate said that she couldn't find a new job. She couldn't find a new job. Kate yangi debman, uzr so'rayman. Ish topolmayotganligini aytdi. Steve bo'lsa-chi, Steve, I'll phone you. Kelasi zamon uchun I will ishlatyapti. Direct speechda men senga telefon qilaman deyapti. Endi senga deb turib menga nisbatan aytyapti. Ya'ni Paulga gapirayotgan odam kim? Men. Paulga o'sha odamlarni gapini aytib beryapman. I'll phone you deb Steve menga aytdi. Endi shuni demak will bilan tuzyapti. Will demak o'tgan zamon shakli would bo'lar ekan. Ya'ni will would ga o'zgaradi. Aytamizki said menga telefon qilishligini aytdi. Steve said that he would phone me. Mana menga bo'lyapti. Demak will would ga o'zgaryapti. Steve menga telefon qilish kerakligini aytdi. Demak shu yerda olmoshlarni tanlashda ham, olmoshlarni gapda yozishda ham ehtiyot bo'lishidan so'raymiz. Sababi gapni mazmuniga e'tibor beringlar. Kimga gapiryapti u gapni, kimdan demak suhbatni olyapti. Shuni demak yaxshi hushyorlik bilan o'qib, tushunib tarjima qilish kerak bo'ladi. Agar xato aytsangiz, ya'ni
She said that I'll phone you yoki I would phone you yoki I phone aytaylik kimdirni nomini qo'yib qo'yishlari mumkin. Bu degani xato bo'ladi. Mazmun buziladi. Sababi Steve menga aytdi, senga keyinroq telefon qilaman yoki senga telefon qilaman deb. Endi men bu yerda I'll phone you dedi. You bu yerda men bo'lyapman. You demak menga o'zgaryapti. Tushunarlimi? Rachel degan odam I don't like my job. Men kasbimni yoqtirmayman deyapti. My son doesn't like school. Meni demak o'g'lim demak maktabni yoqtirmaydi. Demak u kasbini yoqtirmaydi ekan, o'g'li demak maktabni yoqtirmaydi ekan. Endi Rachel aytdiki, u ishini yoqtirmaydi. Rachel aytdiki, uning o'g'li demak maktabni yoqtirmaydi deyishimiz kerak. Bu presentdagi gap. Presentdagi gapni biz pastga o'zgartiramiz. Ya'ni doesn't bilan don't nimaga o'zgaradi? Didn't ga o'zgaradi. Mana shu narsani aytyapman. Didn't ga o'zgaradi yoki did ga o'zgaradi. Pozitiv bo'lsa. Birinchi gapni demak o'zlashtirma gapga o'zgartiramiz. Xo'p, Rachel said that she didn't like her job. Rachel said that she didn't like her job. Her job. Rachel aytdiki, u kasbini yoqtirmaydi. Rachel aytdiki, u kasbini yoqtirmaydi. Xo'p, demak Rachel said that she didn't like her job. Rachel yangi kasbini yoqtirmasligini aytdi deb gapni demak report qilamiz. O'zi report degani biror narsa haqida demak reportaj, xuddi ma'lumot berish degani, ya'ni kimnidir nima deganini o'zingizga olib turib, ya'ni demak o'zlashtirib olib turib o'sha narsani demak report qilishingiz, ya'ni aytib berishingiz kimdir yana bir boshqa odamga aytib berishingiz tushuniladi. Tushunarligi? Xo'p, endi keyin gap bo'lsa, she said that her son didn't like school. She said that her son didn't like school. U aytdiki, uning o'g'li her son, sababi my son deyapti. Endi biz buni her son deymiz, sababi uning o'g'li deyishimiz kerak. Uning o'g'li maktabni yoqtirmaydi. She said that her son didn't like school. Bo'lar ekan. Keyingisi. Xo'p, endi you look tired. Siz kasal ko'rinasiz. Kasal debman, uzr so'rayman. Charchagan ko'rinasiz. You look tired. Xo'p, I feel fine. U odam sizga aytdi. Ya'ni you look tired deb sizga, ya'ni menga aytdi deylik. I feel fine. Men o'zim yaxshi his qilyapman. Siz, ya'ni you. Endi look, qaranglar. You look tired. Bu endi lookni bitta zamon orqaga tashlaymiz, ya'ni looked. Feel'da bo'lsa bitta zamon orqaga tashlaymiz, felt ga o'zgartiramiz. Present'da uni bitta zamon orqaga pastga tashlaymiz. Tushunarlimi? Endi aytamiz. Jake aytdiki, Mike said that I look tired. Men charchagan ko'ringanimni. Mike aytdiki, men charchagan ko'ringanimni aytdi. Tushunarlimi? Charchaganligimni aytdi. Charchaganga o'xshaganligimni aytdi deylik. Bunda Jake meni charchaganga o'xshaganligimni aytdi. Tushunarligi? Sababi you, ya'ni menga nisbatan I deb aytishingiz kerak. Looked bo'lyapti. Fe'lni bitta zamon orqaga tashladi. Endi I said that, men aytdimki, I felt fine. Men o'zimni yaxshi his qilayotganim. Endi qaranglar, I feel fine da I said that deyapman. Men aytdim, sababi men aytdim deb gap, to'g'rimi? I said that I felt fine. O'zimni yaxshi his qilayotganimni aytdim degan ma'nodagi gap bo'lyapti. Endi demak tushundilar endi umid qilamiz. Bu reported speechda, ya'ni demak o'zlashtirma gapdi. Zamon orqaga tashlanadi, ya'ni boshida kimdir aytdiki degan gaplar bilan boshlanadi va olmoshlarni chalkashtirib olmasliklarini so'raymiz, sababi kim tomonidan gapirilyapti, kimga gapirilyapti, shunga e'tibor berishlaring kerak bo'ladi. Bunaqada ma'no buziladi. Endi B bo'limga o'tamiz. B bo'limda say va tell bilan aytilishi. Say said ga o'zgaradi, tell told ga o'zgaradi. Misol uchun he said that he was tired. U aytdiki, u charchaganligini, ya'ni charchaganligini aytdi. Tushunarligi? Bu he said me emas, ya'ni u menga aytdi demaymiz. Tushunarligi? Bu demak saiddan keyin me kelmaydi ekan deyapti. Endi shuni sal boshqacharoq bo'lsa, he told me that he was tired. U menga charchaganligini aytdi.
Demak, bu yerda ko'ryapmiz, tell told ga o'zgaradi va tolddan keyin me degan demak objective olmosh deb qo'yamiz uni. Biz o'tgan darslarimizda aytgandik, objective olmoshlar qanaqa bo'lishini. Misol uchun I menga o'zgaradi, they them ga o'zgaradi va hokazo. Bu yerda u menga aytdiki, charchaganligini degan gapda. Xo'p, telldan keyin keladigan so'zimiz, aytaylik olmoshimiz, demak me bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni telldan keyin me degan olmosh qo'ysak bo'ladi degan. Endi saiddan keyin olmosh qo'ya olmaymiz. Tushunarli? Demak, ayrim so'zlarimiz, ayrim fe'llarimiz bor, olmoshlar bilan keladi. Misol uchun tell somebody, misol uchun saiddan keyin biz said somebody deya olmaymiz. Tushunarli? Said bo'ldi. Keyin z ni qo'yib aytamiz. Ikkalasining ham ba'zi tarjimasi bir xil, ya'ni say bilan tellni tarjimasi bir xil. He told me that he was tired desak bo'ladi. Tushunarli? Endi ikkinchi example bo'lsa, bitta aytayaptiki, qavs ichida bunda he told that deya olmaymiz. Ya'ni tolddan kelgan, demak biz direct objective, demak olmosh qo'yishimiz kerak. Objective pronoun qo'yishimiz kerak bo'ladi. Objective pronoun bitta me. What did she say to you? What did she say to you? U sizga nima degan edi? Endi qaranglar, bu reported speechda savol shaklini yozyapti. Savol shaklida nima degan edi deb turib bitta zamon orqaga tashlab turib aytyapti. What did she say to you? Tushunarligi? U sizga nima degan edi? Xo'p, bu yerda ham ko'ryapmiz. Bitta say to me emas, aytaylik say to you bo'lyapti. Tushunarligi? Not say you bo'lyapti. Ya'ni saydan keyin to kelish kerak bo'lyapti. Tushunarligi? Saydan keyin to degan preposition kerak bo'ladi. Endi bunda bo'lsa, what did she tell you? What did she tell you? Senga nima dedi? Nimani gapirib berdi yoki? Not tell to you. Telldan keyin hech qanaqa to degan predlog kelmaydi, preposition kelmaydi. Saydan keyin keladi va olmosh qo'ysak bo'ladi. Bu yerda esa kelmaydi. We say he said to me, I said to Anne. Hop. Biz aytamizki he said to me desak bo'ladi. Yani saiddan keyin to qo'yib turib keyin olmosh qo'ysak bo'ladi yoki saiddan keyin to qo'yib turib birorta bir noun qo'ysak bo'ladi deyapti. Not said me yoki said Anne deya olmaymiz. Ya'ni saiddan keyin to'g'ridan to'g'ri olmosh yoki ot qo'ya olmaymiz. Sababi o'rtada bizga predlog kerak bo'ladi. Ya'ni ga degan ma'noni anglatish uchun. Lekin we say told me, told Anne. Ya'ni told unaqa predlogsiz kelaveradi. Predlog qo'ysa xato bo'ladi. Sababi told degani nuqta ga shunaqa deyish degan ma'noda keladi. Ya'ni told o'zi shu tarjimani, shu ma'noni olib kelaveradi. Lekin said bo'lsa to bilan keladi. Tushunarligi? Shu ikkalasining farqini aytyapti. Not told to me, ya'ni told to Anne deyish xato bo'ladi. Ko'plar gapirayotganda demak said deb turib objective pronoun qo'yib qo'yamiz. Masalan, said me, said him, said aytaylik her, said them deb qo'yadi. Bu xato. Saiddan keyin, ya'ni saiddan keyin to qo'yish kerak bo'ladi. Lekin ayrimlar told to me, he told to her, told to them deb qo'yadi. Bu gap xato bo'ladi. Ya'ni tolddan keyin predlog qo'yib bo'lmaydi. Undan keyin biz objective pronoun qo'yishimiz kerak bo'ladi. C bo'limiga o'tamiz. You can say he said that he was tired or he said he was tired. Demak, u aytdiki charchaganligini. Endi ikkinchi gapimizda qaranglar, bu z ni tashlab yuboryapti. Ya'ni z siz ham aytsangiz bo'laveradi deyapti. Z tashlab yubordi, bo'ldi. Bu charchaganligini aytdi. Without z deyapti. Ikkala option ham to'g'ri demoqchi. Kate told me that she couldn't find a job. Kate told me that she couldn't find a job. Kate menga aytdiki, u yangi ish topa olmayotganini menga aytdi. Z bilan ikkinchisi Kate told me she couldn't find a job. Tushunarligi? Kate ish topa olmayotganini menga aytdi. Bu yerda ko'ryapmiz, z siz gap tutsa ham bo'laveradi. Demak, bu gaplarimiz z siz ham tutsa bo'laveradi. Zarar yo'q, hech qanaqa bir xatosi yo'q. Bu yerda lekin z bilan tuzyapti. Ayrimlarda yo'q. Demak, z tashlab yuborsa ham ma'no buzilmaydi. Men xulosa qilib aytganda, reported speech, ya'ni demak, o'zlashtirma gapimiz zamonlarda bitta zamon orqaga tushadi. Kelasi bo'lsa, demak, o'tgan zamonga o'tga demak o'zgaradi. Misol uchun, hozirgi zamon bo'lsa o'tgan zamonga, demak, present perfect bo'lsa past perfectga o'zgaradi. Demak, keyinlar kutga, modallar demak o'tgan zamon shakliga o'zgarib keladi va olmoshlarni to'g'ri olmosh tanlash kerak bo'ladi. Demak, darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha
E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'lingiz, omon bo'lingiz.